Tova qildim tova. Dom qilib gümbür-gümbağning dastidan turg'il bo'lmaydi desang kishi. To'y qildim deb shaytonning nag'masi bazoq soldigan haqkan-ku bu saranglar. Voy, aslini demdimjimi? Ma'ramxon, nimandaq o'zlaricha qaynab qoldilar, saqtu. Voy, nemisini deydilar To'xan. Ma Oybuxonning uydagi to'yga endi qo'shni bo'lgandiki qarshi beray deb kirib saqtganman. Birdan ravab tutda turinglaydi, birdan dum deb turinglaydi. Nag'maning dastidan turg'il bo'lmaydi deslar. Birden bo'lsa shaytonga jiroqlab turay deb qichib chiqdim. Voy menam. Men bayatdan odamgarchilikni tugitib chiqay deb kirsam, Oybuxonning cho'ng aksi Yemitaxon qarimi baykan. Bizning mahalladagi Savtaxon qarimchi, nag'ma qilish degan shaytonning ishi, Dutatan bir degan shaytonning cho'michi degan tursa, o shahardagi imom buni bilmaydigan o'xshaydi. O'zgalarning ustiga qisqa qo'ymagandan keyin o'ylab baqsizlar. Oybuxonning aksi Yemitaxon qarim, Aykoch mechitning imom tursa, nemisini bilmaydi? Shaytonning o'ti yomon desilar. O dangdar imommi shaytonga murt bo'lib ketgan chig'i. Hayatın saz çilinganda sili yo'q. O'rnida o'tirib lashib ketyapmamdi. Voy tova, shundaq bo'ldimi texi? Tova, texi Oybuxonning eri o'lib ketganda yig'lab ketganini deysizlar. Xuddi yig'lislar, eri darhol tirilib jinozani oldiga sakrab tushdigandek. Shuni deyman, o'lgan uyda yig'zariqisi ig'ir gunoh bo'lganligini bilib turib, potlisini eqitib jinozaga eslib ketganlarni aylanmay, xuddi jinozani o'g'irlab manganlarni naq maydonda tutib oldigandeklar. Voy, ras bu gaplarni anglab bir gapni o'tib qolg'ila tas qoptiman. Ha, ras Oybuxonning bugun to'y qilgan o'g'li Oblikim ayolimni ro'pash qilmayman degudakmish. Yey, Oybuxon onasi turib bolasining gapiga ma'qul bo'ptimi? Xeyri zehni o'tkir juvon desam. Nima deydi? Bu degan yoshlarning o'zining ishi. Men aralashsam bo'lmas debdimi ish qarislar. Ha, undaqda To'xan, bu gaplarga qaraganda Oybuxon kopirib ketgan o'xshamamdi. Shuni deysizlar, texi uyda o'tirib televizor ko'ramish. Yuqorqi mahalladagi Savtaxon qarim beka aytmagan. Ularning tili oshunda qarib ketgan gap. O'tganda qarsam, u g'alidil bo'lib qopti. Oli chipar, gulli ko'ylaklarni kiyib, bizga o'xshamayli qopti desilar. Voy bechora. O'tgan yil yuqorqi mahallada yer tavrida emasmi? Savtaxon qarim mundaq deydi. Biz televizor ko'rgashga, to'y to'kinda nag'ma navo qilg'ashqa, nazar chiroqda yig'izori qilg'ashqa, kupran ishlarning jiqlig'ida mana mushundaq yer tavirgan deydi. Ha? Sizlardan so'rab baqay, Oybuxonning qizi bu Jannatxon nemish qiladi? Ha? Voy To'xan nemish qiladi? Oxiratga gul tikib, tirikchilik qiladi shu. Uni biladiganlar, ammo hammadan ig'ir gunohning gul tikish ekanligini bilmanglar. Sizlar gul tikishmi gunoh bo'lib ketdimi endi? Savtaxon qarimni bizning uydagilar ulishga mehmonga chaqiribdikan. Oyatlardan misol keltirib gul tikishning ig'ir gunoh bo'ladiganligini deb berdi bizga. Gul tikishning nemisi gunoh ekan To'xan? Gul deganni yiplar yangnida qo'shish belgisiga o'xshash tikadigan qo'shish belgisi xristian dinidagi kiris belgisi shumish. Voy xudoyim tova, men 2 oydan beri gul tikib yuribman desizlar. Darhol o'choqqa tiqsizlar, tövbe istig'for eytsizlar. Assalomu alaykum, obdan turishibmi? Voy, bizning kadrimiz kelib qopti-ku, obdan turiblar, qani uyga kirilib bir piyola choy qo'yay. Rahmat, men Oybuxonning uyiga to'yga mangan edim. Kirib chiqay-a? Gulnarxon. Ha? Ishkimiz surishtirib kelsa, xil yaqin tuqqan kelimiz o'zlarimi cho'milga azar yo'q, ko'ngli ko'ks keng ayol. Shunga bir gapni deb qo'yay, mush to'yga kirmisizlar, qandaq bo'la? Aras kirmisin. Kirsa bo'lmaydi. Voy To'xacha, ajab bir gap qildilar-ya. Nimish kirmayman deb baqsizlar? Sizlarga desam, Oybuxon kofir bo'lib ketdi. Kofir. O'zili kofir bo'lib qolmay, yana deb boshqalarni ozdiribdi-dak. To'xanacha, Maramxon, bu nima gap endi? Aniq bir deysizlar? Amsi gapga obdan quloq solsizlar. Oybuxon kofirning birinchi ishi uyda o'lim yetib bo'lganda yig'zor qildi. Ikkinchi ishi uyda to'y bo'lganda nag'ma navo qildi. Uchinchi ishi qizi gul tikib kirib chiqadi. To'rtinchi ishi televizor ko'rib, ko'rganni qo'shnilar tashviq qildi. Sanab tasam. Sho'shmati, sizlarning uylarida o'lim yetim bo'lsa, ajaba sizlar usul o'ynab kuladigan o'xshamamlar? İşte, to'la eg'izlarni ushitmisizlar. Men qarasizlar, to'y deganchi, to'ydek bo'lmamdi, ha? To'yning nag'misi o'limning yig'isi bo'ladi, To'xacha. Onun ustiga nag'misi yo'q to'yga kirib chiqqanlar qarsa, qiz chiqadimi, qiz chiqadimi, buning nima farqi deylar? Onun ustiga kiris belgisini xristianning deylar. Ajiba doktorxonaning belgisi bo'lgan qizil kirismi xristian diningmi?
To'xacha, o'tganda og'rib qolganlar eslarida bordi. Qandaqli desak doktorxonaga bag'il unmadilar, keyin noshlardan ketdilar. Doktorxonadagi doktorlar sizlarni 2 kun qutqizib, ara noshlarga keldilar. Ashundaq kirish belgisi bor doktorxonada karvat charpaqadek chaplashib olib chiqil unmadilar. Doktorxonaning kirish belgisi odamga ziyonliqmikan? Bayatdan jiroq turib, Maramxon bilan sizlarning gaplariga quloq solib turdim. Sizlarga desam, haqiqiy kofir degan boshqalarning keyinda g'aybat qiladigan sizlarga o'xshashlar bo'ladi. Ishonmasizlar, haqiqiy ilmni cho'ng mollalardan so'rab ko'rsizlar. İslam dinida g'aybat qilganlik odam go'shti yeganga barobar deb aniq hukm bor. Ishonmasizlar, so'rab baqsizlar. Voy to'g'risizlar, g'aybat qilganga imondan ajramdikan. Ay bu xonning ishlarini kofirning ishi deb sizlarga kim dedi? Mahallamizdagi Savtaxon qarim degandi shu. Yuqorqi mahalladagi yo'g'on yilqi salisba qarim shu. Shu odam mete, endi turmaga berib shu damonlarni so'lab baqsizlar, g'aybat qilsa gunohmi, savobmi? Turma. Voy, nima deydi xondo? Turmaga Silbek cho'ng bilgan Savtaxon qarimlari nadan sodda e'tiqodchi ammani uniqisi yomon, uniqisi gunoh, aniqisi imondan ajraydi, maniqisi do'zaxdirdi, turbidik suvni isi yomon bo'ladi deb qaymoqtirdi. Ey, turbidik suvni ichma. Sirtqa chiqqanda yuzingni yop. U mana mushundaq kelgusini ko'rolmaydigan, haqqoniyatni farq etolmaydigan bir bo'lik agash kuchlarni yetishtirganni ozdab, g'azat ideyasini targ'ib qilgan 1 soat ilgari qo'lga elindi. Voy, haras boyatdan bizning mahallada viyan qilib soqchi mashinasi o'tib ketgan. Voy ras, bolaning dadisi bir oydan buyon Savtaxon qarimdan keynidli yuratdi. Endi qanday qilaman? To'g'ri deyman. Sizlarga bakma hayronman. Partiya hukumat barliq ishlarda xalqimizni o'ylayotgan, partiyaning afzal siyosatlari joy-joylarda amaliylashyotgan, kent yo'llariga qadar asfaltlashgan, ham kesaklik uylar dachlarga o'zgarib, yashanganlar farovonlikka erishayotgan, bemorlar g'amxo'rlikdan huzur elib, o'quvchilar ishga kechirim bir to'liqlama siyosatining payzini surayotgan, tarixchilikda to'liqlamaga, turli kapolat so'mmalariga dal vaqtida erishayotgan mush kunlarda sizlarga zodi nima kam? Sizlar nima uchun Savtaxon qarimdeklarning ozdirishiga tekrar uchraysizlar? Sizlardagi eng kamchil narsa bilim va ong. Sizlar buni bilishinglar kerak. To'g'ri dedilar. Men Elishqo bozori 18-kantdan bo'laman. Men Elishqo bozoridan tuqqanim Aybuxonning to'yiga ketib etib, sizlarning deyishgan gapinglarni anglab, ko'nglim intayin yerim bo'ldi. Qattiq ichindim. Sizlar televizordan Elishqo bozorida yuz bergan 28-iyul voqeasiga doir xabarlarni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Biroq sizlar 28-iyul voqeasining nima sababdan yuz berganligini o'ylab baqdinglarmi? Mening yizamdimi bilim va ongning kamligidan televizor ko'rsang yomon bo'ladi, radio anglasang harom bo'ladi, maktabda o'qisang harom degashga, maktabdami o'qiyolmagan. Hatto yizimizda yo'lda ketayotgan er bilan ayolni, onasi bilan qizni farq etgili bo'lmaydi. Milliy urf-odatlarimiz yo'qolish girdobiga berib qolgan edi. Oqibatda mana mushundaq ichinishlik voqea mening ona makanim Elishqo'da yuz berdi. Nurg'un oilalar xonavayron bo'ldi. Ota-onalar farzandlaridan ayrildi. Nurg'unlagan ayollar erlardan ayrilib, oilaning ig'ir yukini zimmasiga erishga majbur bo'ldi. Sabiy bolalar kuyimchan ota-onalardan ayrilib qoldi. Bu dunyoga ko'z etish oldida turgan bu vaqtlar dadasiz tug'iladigan bo'ldi. Cümleden mening oilamda amdil 17 yoshga kirgan inim bu voqeaga chetilib qolib qonunning jazosiga uchradi. Gerçi inim uydan ayrilg'ili xeyli bo'lgan bo'lsa-mu, ukamning menga bolalarcha akilashlarini 1 minutmi esimdan chiqarganim yo'q. Aksicha uningga bo'lgan sevginishim kun sari eshiyotidu. Yoz fasllarida badam chechaklari orasida tushgan xotir suratlarimiz ana shu yomon buludularning ta'sirida ko'ydirib yetilgachga ko'ray desam, aslay desam bir parchami surat yo'q. Ukam hech qanday aslamasiz yo'qoldi. Bu dunyoda hayot turib, o'z ota-onasidan, o'z qarindoshidan ayrilib qolishdimi ortiq azob bo'lmasi kerak. Mana shu asabiy ideyaning ta'sirida men ro'posh bo'lib, ayollarga xos yasini paxmagan edim. Hatto to'yimdimi bugungidek yasini paxmabdi ekanman. Aynakka qarab, o'zimning güzel chiroyimni ko'ribmi baxmabdiman. Endi o'zimning haqiqatan go'zalligimni his qildim. Biz qachongacha yomon buludularning ta'sirida yuramiz? Mana bu yomon buludularning bizga qilgan sovg'isi. Zo'ravonlik talay uyga elib keldi matam. Ko'zni ichib qaranglarchi jinim ochila, sizlarmi ham boshqalardek yashab bexaraman hayot bayzi sursanglarchi jinim ochila.
Men burun esil kiyimlarni kiysa, chiroyli o'ylarda o'tirsa, yaxshi tomoqlarni yesnim degan baxtlik deb ular havas qilatdim. Biroq bu dunyoda bir oila kishilar jam bo'lib, bir vaqt tomoq yeyishdan ortiq baxt bo'lmaydi ekan. Biz bu dunyoning go'zalligidan huzurlanaylik, o'zimizning mavjudligini his qildiraylik. Biz endi kulib yashaylik. Yaxshi yomonni tunib, yaxshi yashaylik. To'xanacha Maramxon ishkilari mahallidagi gap so'z joyida boshqalarning og'zi qartalaydigan javuldoq ayollarning vakili. Gaplaringlarga qaraganda birining kasabti mingga deb Savtoxon qarimga o'xshash bid'atchilarning aksiyachil zahir xil cho'nqur ekan. Bu jihatda ommaviy partiyaning yaxshi siyosatlarini tashviq qilishda sizlar yana tirishchanlik ko'rsatinglar. Rost aydi. Qizlarning gapiga qaraganda biz Savtoxon qarimning chag'an depiga usul o'ynayib chiqamizmi? Texi bolalarga vaksina emlatmanglar. Bu degan ig'ir gunoh. Turbu suyu içmanglar, shakva desa, toz qaptimiz yemay içmay o'tirib o'lib qolg'ili desizlar. Voy Shu emasmi? Demisizmi, bu xizmatga jinimiz pida. Bid'atchilikni tugitishga cho'qim tirishimiz. Biz endi kulib yashaymiz. Haqqoniyatni tunib yashaymiz. To'g'ri, haqqoniyatni tunib yashaymiz. Biz endi uyg'onaylik, hammalar uyg'onaylik. Haqqoniyat biz tarafda turar abadi. Inoq alda shod-baxtiyor kulib yashaylik. Bid'atchilar, terrorchilar ur-urg'a qolsin, Dushman qaysi do'stimiz kim to'lib yashaylik. Hammaylar to'yga kirib, rosa bir payzni surib chiqaylik yuringlar.